Hammaga salom do'stlar, sizlarni birinchi vlogimizda ko'rib turganimdan xursandman va bu vlogda biz anchadan beri olmoqchi edik, lekin nimagadir surib kelib olmadik. Lekin bitta narsani bilsam, biz anchadan beri blogerimiz, auditoriyamiz bizni yaqindan tanimaydi ekan. O'sha yaxshiroq tanishish uchun kun tartibimiz qanaqa o'tyapti, bu chet eldagi hayot qanaqa, ovqatlarimiz, hammasini va rivojlanishimizni ko'rsatib beramiz, to'g'rimi? To'g'ri, chunki biz 2 yildan beri chet elda yashaymiz va bir marta ham sizlarga vlog olmagan ekanmiz. Shunga ko'rsatamiz hamma yo'lda kunimiz qanday o'tishini ko'rasizlar. Biz yaqinroqdan taniysizlar. Sabab bu yerda hamma samimiy bo'ladi, o'zimizning gaplar bilan. Undan tashqari, hozir mana zavtrak sizlarga ko'rsatamiz va kuzatishda davom etinglar. Da. Всё, ketdik. Let's go. Mana Zufar hozir bizga kokosiklarni ochib beradi. Naturalniy kokoslar bu. Короче, uchi bor. Uchini cho'qqa bilan. Hoppa, mana. Трубочка bor? Трубочкада albatta bor. Mana sasili. Hoppa. Vau. Трубочка в холодильнике. Degan napiti. Ko'ryapsizlar? Naturalniy elektroliti. Da. И juda ham shirin. Faqat svejisini ichinglar. Ko'pchilik aynib qolganini ichadi. Yuvindiga o'xshaydi ekan deydi. Bunaqa emas, svejisi juda ham shirin. Bu sizga, bu menga ketdik. Ketdik. Shunaqa manzarada biz har kuni zavtrak qilamiz. Da, вот kokosiklar, koreylar, to'qlar. Da. Koreylar zavtrakda уже qildim. Zufarga kasha, menga esa omlet. Qaranglar, bu ovsyanka. Ovsyankada mindar, chunki bu yerda protein ham bor va yog'lar bor. Finik. Bu yerda oqsil bor, tuxumdan tayyorlanadi. Yaqindan faqat shuni ko'rsatdi. И mana mevalar. Чтобы meni eng yaxshi ko'radigan mevam shu. Hozir yeb ko'rsataman, qaranglar. Meni ham повторюшка. Chesnokka o'xshaydi, ko'ryapsiz. Juda ham shirin. Lekin ta'mi вообще. Mana bu meni zavtrakim. Hozir razbor qilamiz. Menda сезонный tropический mevalar, marakuya, non. Kстати, bitta fakt, biz Zufar haqidamiz. Biz nonni faqat zavtrakda yeymiz. Ujinga, obedga yemaymiz nonni. Faqat zavtrakka yeymiz. Ujinda esa boshqa uglevodlar bo'ladi, yoki guruch bo'ladi, yoki ujinda ko'rsatamiz. Da, ko'rsatamiz. Hozir esa mana menda omlet. Meni eng yoqtirgan mevam mangustin, juda ham yoqtiraman. Golubika, mango, shunaqa kesib berishdi faqat Zufar biladi, men bilmayman. Men kusochkalar qilib kesib beraman, shunga so'radim, yordam berdi. Вот. И kokos. Biz choy ichmaymiz zavtrakda. Choy yoki suv yoki shunaqa kokosik. Chunki железо усваивается qilmaydi-yu. Qaysi qo'ling? Olib bor. O'g'cha. Qaysi barmog'ini olyapti? O'sha esimda ham yo'q, qaysi barmog'ini olayotganida aytayotgan. Yig'lab. Niye тогда начинаешь? Ber, bak, o'ng qo'lini ber. O'ng qo'lini ber. Pravoyda. Ber o'ng qo'lini. O'ng qo'lini ber. Shirin chiqdi. Я видел, моя дочь ходит. Zavtrakdan keyin men vitaminlar ichaman. Asosan mana D3, K2, keyin kech payt mana sink, magniy ichaman. Bundan tashqari mana sizlarga maslahat beraman. Trenirovkadan oldin ichadigan mahsulotlarim bor. Citrulin, beta-alanin. Hozir yana ozgina obnovit qilishim kerak, buni yangilab qo'yishim kerak. Shunaqa gaplar. Zalga borib, trenirovka rejimlarini qisqagina, Sasha trenirovkalarini ko'rsatadi. O'shaning uchun bemalol ko'rsanglar bo'laveradi. Bu vlog qiz bolalarga ham, o'g'il bolalarga ham va hamma estetichniy, sog'lom hayot, rivojlanish, upgrade, samarrazvitiya hammasi bittada joylashgan. Prosta ko'ringlar, maza qilinglar va bu bizning birinchi vlogimiz. Men o'zim vlog olayotgan paytda o'zim maza qilyapman. O'zimga yoqyapti. O'sha keyingisi, 3-chi, 4-chi hammasi undan zo'r bo'lib ketaveradi. O'shaning uchun fikringlarni kommentariyada
O'shaning uchun fikringlarni kommentariyada bildiringlar va ko'proq savollar bersanglar, biz o'sha savollarga keyingi vlogda ham javob beramiz. Do'stlar, mana biz o'sha zalga kiyinib bo'ldik. Endi shu lukda trenovkadan oldin bittadan kofe ichamiz. Ozgina montaj ishlarimiz bor, o'shalarni sizlarga ko'rsatamiz, lokatsiyani. Keyin zalga boramiz, to'g'rimi? Yo'qtirgan kafenyamga boramiz. Hozir Vidna Moryo yerda bor. 3-etajda o'tiramiz, kofe maza qilib ichamiz. Hozir book kafe bu. Kitoblar o'qigani odatda kelaman, o'sha yerga, lekin bugun kofe ichamiz. Zaldan oldin. So. Uy, yo'qonda bu. Ketyapmiz mana. Narsalar bo'lgan atmosfera. Shunaqa magazinlar. Mana bu ruskiy magazin, Пятерочка nomi. Vyetnamda Pyotr. Vyetnamda Пятерочка qaranglar. Bu перекресток, bu ham Vyetnamda. Mana shunaqa katta, высокий binolar. Высокий binolar. Bu 24 ga 7 magazin ishlaydi. Bu masha живой rayonchik. Da, живой rayonchik shunaqa traktlarda, ovqatlar, parkovkachalar. Sekiroliklar, treskamiz, plyajning oldiga chiqamiz. Da, shunaqa hamma bayklarda yurishadi. Vot, qaranglar, o'sha palmalar ko'rinyapti. Hozir dengizni ko'ramiz. Yerda hamma poxuy yuradi. Da, tak что tayyor bo'linglar. Mana bizda plyaj, dengiz va shunaqa yo'l. O'ng taraf bayklar uchun, chap taraf mashinalar uchun. Hozir kafeniga odamlar shu doroshkada yugurgani chiqishadi. Mana sport kiyimda qiz yugurib turibdi. Turibdi dedim. Yuguryapti. İşte keldik, mana manzilimiz. O'sha yerda terrasini ko'rib turibsizlarmi? O'sha yerda o'tiramiz biz. 3-etajda и прям ro'parasida dengiz. Da, Zafar parkovka qildi. Baykimiz, bu bizning qochog'imiz. Chunki bu yerda baykda yurish rosa udobli, mana ko'rsatdi bu yoqda. Musulkan emas faqat. Bayklar rosa ko'p ko'ryapsizlar. Chunki yo'llar kichkina bo'lgani sababli bu yerga mashinalar sig'maydi. Bu bizning kafenyamiz ketdi. Kafenya keldik, do'stlar. Mana bu bizning kafenyamiz. Mana bunda полный kitoblar bor. Arxiv kitoblar. Shuncha. Средние века наше время. Древние. Biz juda ham именно tarixiy kitoblarga qiziqamiz. Juda ham bor. Toshkentdan keldik. Chunki Sarandrani eri tarixchi o'zi. Tarix fakultetini bitirgan. Menga amerikano. Mana Vyetnamga qizlar. Order one Americano hot and also one cappuccino hot. Ruslar ko'p kitob o'qiydi, bilsanglar. O'shaning uchun rus tili ham boy til hisoblanadi va O'qisanglar, hozir sizlarga o'qib bo'lgan kitoblarim ko'rsataman. Davay, bitta ko'rsat. Qattiq gapirishdan ko'rsat. Da. Buni o'qib bo'ldim. Aha. Воспоминания о жизни после жизни bu eng yoqtirgan avtorlar Michael Newton. Men ham o'qib olganman. Sizlar tayyor bo'lsanglar, sizlarga kafenyani ko'rsataman. Bunday kafeni ko'rmagansizlar. Ketdi. Kofe ichadigan joyning manzarasini qaranglar, chiroyliligida. Dengizda. Biz odatda o'sha yerda o'tiramiz. Chiroyliligini qaranglar, bu dengizda. Bu palmalarda. Men hayotim birovni aralashmayman, birovga, bizda rosa ko'p hamma blogerlar g'iybat chopib oldi-yu. Menga farqi yo'q, birovni g'iybat ham qilmayman, birov qanaqa yashayapti, qanaqa xato qildi, vashi farqi yo'q, sabab men o'zimni ishim bilan, o'zimni hayotim bilan bandman. Heyterlar keladigan bo'lsa, heyterlar bu doim ko'ra olmaydigan, ich qora, sababi hasadgo'y insonlar. Hasad qayerdan paydo bo'ladi degan savolni berdim-da o'zimga. Hasad doim pastdan tepaga qaraganda paydo bo'ladigan narsa ekan. Значит, ular mendan pastdan turib tepaga qarashyaptimi, hasad qilishyaptimi, mayli. Значит, men tepadaman, men dash ketishim kerak. Поэтому ularda yomon ko'rmaymiz. Da. Yomon ko'ramiz demayapman. Yomon ko'rmaymiz ularni. Chunki tushunyapmiz hamma yo'lda. Hayotda men hech kimni yomon ko'rmayman. Hayotga men shunaqangi yaxshi qaraymanki, umuman dushmanim yo'q meni.
kimdir menga dushmanlik qilsa ham Habib qayerdadir xato qilgan, qayerdadir doim empatiya bilan tushunishga harakat qilaman odamni, hayot tarzim. Sizlar qanaqadir savollar bersanglar, shularga konkretni javoblar beramiz va sizlar bizni не только mana chiroyli kartinka, chiroyli blogerlar, takoy trenirovka qilishadi, поверхностный odam deb bilasizlar. Qanaqa gluboko мыслящий odamligimizni hammasini maqtamaymiz. Masalan, fikrimizni bildiramiz xolos. Men aqlliman, men umuman buman emas. Fikrimni bildiraman, o'zingizlar bilib olasizlar. Sababi aqlli insonlar yetak sirasi tushunishib oladi biz nima deyotganimizni, to'g'rimi? Hayotga kelsak, bu hayotda qo'shnini gapi uchun yoki qo'shnini o'g'lidan zo'rab ketish uchun yashamaymiz-ku. Bu hayotda o'zimiz определенный maqsadimiz bo'ladi. Главныйsi taslim bo'lmaslik kerak. Steel in my jaw, got a city in my blast. One deep breath and the whole room shakes. Steps hit hard, make the whole floor break. You talk big now, but your voice too thin. I came from the pit and I came to win. Hold your ground, don't blink now. Boshlanishiga doim trenirovkani boshida qizib olishga turnik qilamiz. Iloji boricha men gavdamni turnikka tekkizishga harakat qilaman. Mana. Qaranglar. Mana qas ortinishman. Gavdan top. Let's go now, let's go. On ground, we take it now. Blood on the banner, mud on the boots. Короче, turnikdan keyin сразу же pamplar bo'lgandan keyin brusga chiqamiz. Bu juda ham muhim. Brusda foydasi juda katta. Gavdaga, tritsepsga zo'r beradi, lekin ko'pchilik faqat tritsepsga ishlaydi, gavdaga ishlamaydi. Hozir sizlarga to'g'ri ishlashni ko'rsataman, qaranglar. Brusga chiqqandan keyin bu keng brus, chiqqandan keyin yelkani ko'pchilik bunday tushirib oladi-da. Ishlaydi. Bu faqat tritsepsga beradi. Siz ishlashingiz uchun mana yelkani tushirish kerak. Ozgina o'ysa oldiga tashlaysiz. Gavda уже ishlashni boshladi. O'shandan keyin tushasiz, chiqasiz, tushasiz, chiqasiz, ketdimi? Oxirigacha chiqqanda gavdani qisasizlar. Men doim 3 podxod ishlayman buni. Buni tugatgandan keyin полноценный trenirovkani boshlasak bo'ladi. Davay chempionlar. Imенно shu yerda men o'sha bugun sizlarga Instagramda negativlar uchun, haterlar uchun moshni atlet qilib qo'yaman. Brusda atletni olamiz va ko'p-ko'p videolar olamiz shu yerda Instagramda. Arjmaniyani do'stlar, bunday qilib qilamiz desam ishonmanglar. Tekis turib shu tarzda qaranglar. Tushasizlar, chiqasizlar. Mo yelka bor-ku, bunday turmasin. Yelkani tushiramiz bu yerda. Ozgina o'zimiz oldiga tashlaymiz. Mo ko'zimiz mana bu yerda uchburchak bo'ladi. Tushundinglar? Mana yerda turmasin yuzinglar oldinda. Keyin qaranglar, ketdi mana. Xuddi shu tarzda bajarasizlar. Qila olasizlar 12 tadan, qila olasizlar 30 tadan, qila olasizlar 50 tadan, 60 tadan, 70 tadan qilsanglar ham bo'ladi. 4-5 podxod. Nerealniy pump his qilganinglardan keyin oyoq esdan chiqmasin, sразу oyoqqa o'tamiz. Qaranglar, turnik biceps bilan qanot ishladi. Brusya triceps bilan gavda ishladi. Arjmaniya yelka triceps gavda ishladi. O'sha bir qator pump qilganimizdan keyin oyoq qanaqa ishlaymiz? Oyoq yelka kengligidan sal kengroq, ikkala 2 tarafga. Bunday o'tiramiz. Bunday emas, tizzaman ko't orqaga ketadi. Shunday o'tirdiga, qo'l ko'tarildi. Turganda qo'l pastga. Keyin ketdi. 1 2 3 4. O'shanda oyoqlar ham ishlaydi, ikralar ham ishlaydi. 12 ta qilamiz, ketdi, qaranglar. 1 balat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bunaqa trenirovkani siz yillar mobaynida qilsiz, menga o'xshab 10 yil 12 yil siz doim funksionalniy bo'lasiz. Ne только bir chiqib olib turib, ishib olib turib qimillanmasdan mana yuradi. Bemalol ishlab qo'llar ham. When the horn hits low, I make the whole crowd say, "On crowd." Oyoqlar ham ko'ryapsiz-a, chunki prishkida hammasi zo'r. Yana qizib olish uchun men foot work qilaman.
Qaranglar, masalan, bu yeri vynosivost ham samo собой kuchli bo'ladi, qaranglar. Ketdi. Ketdi mana. Tezlikka oxirida. Ko'rdinglar-a? Ya'ni bunaqa mashqda sizlar 10-12 kilometr qilsanglar, любой payt perchatkani bersa olib chiqib ketaverasizlar. Mishokka kelasizlar-da mana. Qaranglar, ataydi chuchuk. Perchatka taqib olishinglarni tavsiya qilaman. Oldi qo'l doim oldida. Faqat perchatkada. Men sizlarga qisman ko'rsatdim, endi hozir Sandra trenirovkasini ko'rsatamiz. Ketdik. Sizlar bilan Sandra va hozir men sizlarga o'zimni trenirovkamni ko'rsataman. Uje rasminkani tugatdim. Bu oson, hamma biladi va hozir sizlarga ягодичный mostik qilganimni ko'rsataman. Joyda tayyor qilib qo'ydim uje. Trenajyor albatta bor shu упражнение uchun, lekin men shunaqa samodelniy qilib shug'ullanishni yoqtiraman. Hozir ko'rsataman. Shunaqa qilib yotamiz. Palatinchikni qo'yamiz. Испачкать qilmasligi uchun ves qo'yamiz, boshlaymiz. Pastdan tepaga. Iloji boricha tepaga поднимать qilsanglar, sekin qilasizlar. Mышцаларni чувствовать qilishinglar kerak. Удерживать qilamiz. Опускать qilamiz, tezda опускать qilishimiz mumkin. Главное медленно поднимать qilamiz. Albatta nafas olishda eslardan chiqarmanglar. Dan 3 подходdan boshlasanglar bo'ladi. Biz ягодичный mostikni tugatib oldik va ikkinchi упражнениеga o'tamiz. Sumo qilamiz. Bu ham past qismga ishlaymiz. Xuddi shunaqa 10 kilo vest olamiz. И уже aytganman, har trenirovkani vestni ko'paytiramiz. Откатgacha ishlaymiz. 8 tadan 3 подход. И kolenkalarni oxirgacha qilmaymiz, travma olishlar mumkin. Va vestda xuddi shunaqa 10 kilo oldik. Sog'nuti kolenada ishlaymiz, travma olmasligi uchun tekis qo'yib olmaymiz oyoqlarimizni. Mana oldik. Endi boshlaymiz. Mana biz hozir bitsepsga ishlaymiz. Qizlarga ham обязательно ishlash kerak, чтобы 40 yoshda shunaqa qilib osilmasligi uchun, упругий bo'lish uchun kachat qilamiz. 4 kilo olyapmiz, xuddi shunaqa 3 ta подход 8 tadan. Bunaqa tana qilish uchun siz обязательно qanaqadir bir 1 kilo go'sht, tuxum, bir narsalar 10 tadan 20 tadan shart emas. Просто последовательность har kuni ozdan qilib borsangiz, uzoq davomli rezultatga erishasiz. Men masalan 2-3 oy trening qilmasam, bitta zalga chiqamanda sразу уже bir haftada to'g'irlab olaman. Sababi bu yerda уже 11 yillik mehnat yotibdi. O'zi bu motivatsiya bergim yo'q edi sizlarga. Aql o'rgatish niyatim yo'q. O'zi aql o'rgatmayman, trening qilishni o'rgatyapman xolos. Bilganinglarni qilinglar, kim nima desa, sразу quloq sola olmanglar. Menga ham hamma yo'qda kimdir gapirgan bo'lsa, analiz qilib ko'ringlar, fikrlab ko'ringlar, o'ylaninglarda, rostdan bu to'g'rimikin degan narsa shubha bilan hamma yo'q qarashni boshlaydi. O'shanda rostdan sizlar va fikrlash doiralaringiz yana ham kengroq bo'ladi. Yana hozir o'zim
oyoqqa eng yaxshi ko'rgan mashqimni ko'rsataman va buni biz Sandra bilan birgalikda qilamiz. Ketdik. Hozir sizlarga o'zimni eng yaxshi ko'rgan oyoq mashqimni Sasha bilan birga ko'rsataman, chunki bu mashqni men Sasha bilan qilishni yaxshi ko'raman. Do'stlar, bizning trenirovkamiz tugadi. Endi hozir men sizlar uchun Instagramga reel solaman. Sandra menga yordam beradi, to'g'rimi? Da, ko'rib turganinglarga katta rahmat. Davay. Xayr. Podpiska, like, komment esdan chiqmasin. Let's go. Boom. Bu yangicha rubrika, bunaqa estetichniy, polezniy vlog O'zbekistonda hali bo'lmagan. Workoutni birinchi bo'lib olib kirdik. Trenirovka qilishni olib kirdik. Endi shunaqa vloglar bilan boshqa urovga chiqamiz. Let's go. Boom. Do'stlar, короче, biz уже ovqatlangani keldik, zaldan keyin va tovuq go'shti zakaz qildik. Juda ham shirin, sochni, ya'ni Vyetnamda ovqat topolmaydi deyshadi. Shunaqa shirin ovqatlar bor. Undan tashqari bular hammasi bepul. Hozir ko'rsataman. Bu yerda guruch bor mana. Xohlaganinglarcha olaverasizlar. Qaynatilgan guruch, bu yerda nori bor. Buning ichida oqsil ham juda foydali, yodlarga boy. Dasturxon ko'rsataman. Undan tashqari mana bu yerda tanlayverasizlar. Salatni list, karam yana, undan tashqari pomidor, bu yerda makka. Undan tashqari yana bu yerda kimchi bor. Xohlagan souslar bor va hammasini olaverasizlar. Hozir sizlarga polniy ovqatni окончательный Sasha o'zi ko'rsatib beradi. Mana ovqatimiz pishib keldi va sizlarga obzor qilib beraman. Mana bu meni tarelkam, shu yerda bizda guruch, sous, gorki, achchiq salatlar и nori, juda ham foydali, yodlar bor, oqsillar ham bor, makro kapusta bor. Va albatta sevimli kurочка, kanadskiy kurочка plyatni juda ham sevaman, yoqtiraman. И Piyozlari bilan, piyozlar bilan tekkizasizlar. palochkalarda. Trenirovkadan keyin oqsil zo'r ketadi. Endi men sizlarga asiatik estetikani ko'rsataman, qaranglar. Muz solingan suvni quyamiz, chunki bizda klimat issiq. Palochkani olamiz. Balki hammani otasi 100 hammaga o'xshab. Bu meniki, lechna, bu Sasha bilan ikkalamizniki. Bu nori, kunjutlari bilan. Da, menda oldimga eshitma yo'q-a? Aha. Juda ham shirin. Birinchi mana uni yeyman. Sousga bitirib. Orqasidan kimchi. Fatga kelsak, Vyetnamdan juda ham so'qinamiz. Da. Buni yeyman. Kimchi bilan birga buni, orqasidan ves tarelkada mana. Bu yerda makka, pomidor, salat, karam. O'shandan keyin полноценный trenirovkadan keyin oqsil, uglevodlar, kerakli probiotiklar, bunda probiotik bor edi. Buning ichida ham oqsil bor, yod bor. O'shaqa полноценный ovqat bo'ladi-da. Mana juda xurustyashi, Tovushini eshitdinglar, issiq bo'lsa ham tey beraman. Bu krылышкалар, qaranglar. Ishtahalar to'g'rigan bo'lsam uzr. Sizlarga to'liq hamma yo'lni ko'rsatib bermoqchiman. Bir kun keladigan bo'lsanglar, Telegram kanalda bu yerda lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz, tashlab qo'yamiz. Vyetnamga kelsanglar, обязательно shu yerda ovqatlarni ko'ringlar. Chunki mana ikkalasini olasizlar, pulga uncha qimmat emas, byudjetni. Bular hammasi bepul beriladi. Xohlaganingiz tugab qolsa yana olaverasizlar. Endi qorninglar to'ygancha. Lekin cho'ntagingizni solib olib chiqib ketish yo'q.